Assalomu alaykum qadrli Navoiy ahli. Hozirgi zamonda kompyuter bilimlari barcha kasblarning kirish eshigi hisoblanadi. Daromad qilish, o'qish, ishlash va rivojlanish ushbu sohaga bog'liq. Men Ozodbek Sobirjonovich 4 yildan buyon Sensorika IT o'quv markazida kompyuter savodxonligi va dasturlash yo'nalishlari bo'yicha 1000 dan ortiq talabalarga bilim berib kelmoqdaman. Ta'lim bergan o'quvchilarimning 85% hozirgi kunda frilanserlik orqali uydan turib daromad qilishmoqda. Agar siz ham farzandingiz mana shunday zamonaviy IT kasblarini o'rganishni istasangiz, Sensorika IT o'quv markazi bu borada sizga yordam beradi. Dushanba, chorshanba, juma kunlari 16:30 dan 18:30 gacha yangi ochilayotgan kompyuter savodxonligi kursimga taklif qilaman. Ushbu kurs mobaynida men farzandingizga kompyuterning boshlang'ich bilimlaridan tortib, Word va Excel dasturlaridan qanday mukammal foydalanish, internetda ma'lumotlar xavfsizligi va internetdan to'g'ri foydalanish, sun'iy intellekt orqali o'z bilimlarini qanday mustahkamlash va kompyuter bo'yicha kerakli barcha bilimlarni o'rgataman. Farzandingizga kompyuter bilimlaridan tashqari o'zim bilgan, kelajagi uchun foydali bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni ham o'rgatishga tayyorman. Agar siz ushbu kursga ro'yxatdan o'tishni xohlasangiz, hoziroq quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.